Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Nodar Dumbadzening Abadiyat qonuni asaridan parcha havola etaman. Gruzin adibi Nodir Dumbadzening Abadiyat qonuni asari hayotning eng muhim haqiqatlari, insoniylik, vijdon, halollik, mehr va sadoqat haqida yozilgan chuqur falsafiy roman hisoblanadi. Asarda inson umrining mazmuni, hayotning abadiyligi va insonning jamiyatdagi o'rni o'ylantiruvchi tarzda tasvirlanadi. Qahramonlar taqdiri orqali muallif bizga bir haqiqatni eslatadi. Halollik insonning eng katta boyligidir. Bu kitobxonlarni fikrlashga, o'z hayotiga boshqacha nazar bilan qarashga undaydi. Asar oddiy, lekin mazmuni juda kuchli. Shu sababli Abadiyat qonuni adabiyot va falsafani sevadigan, hayot ma'nosini izlaydigan har bir kitobxon uchun juda foydali asar hisoblanadi. Aziz kitobxonlar, ushbu asar sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.